Shu hozirda bizni biznes rivojlantirish banki Qo'rg'ontepa filiali tomonidan mahallada biznes loyihasi asosida kreditlar berilyapti. $5000 ekvivalentgacha. Buni asosiy tartiblari oldin o'zini band qilgan fuqaroga 3 oydan oshmagan bo'lsa 20 million so'mgacha edi. 3 oydan 6 oygacha bo'lgan fuqaroga 40 million so'mgacha, 6 oydan oshgan fuqaroga 64 million so'mgacha beriladi. Hozir shu talablar bekor qilinib, o'zini band qilgan fuqaroga kafilligi, garovga qarab 64 million so'mgacha kredit beriladi. Bundan tashqari TK 312 prezident qarori 312 sonli qarori bilan 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'mgacha garovli kredit mablag'lari ajratilyapti. Bundan ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohalari, shunga o'xshagan xizmat ko'rsatish sohalariga ajratilyapti. 100 million so'mga garovsiz deyilgan, lekin kafillik bilan fuqaro kafilligi yo'q bo'lmasa shu uchinchi shaxs kafilligi, firma kafilligi bilan berilyapti. 300 million so'mgacha garovli deyilgan, shunda ham 200 millionga garov taqdim qilinadi. Ko'chmas mulk, transport vositalari. Bunda bitta talabi bo'ladi, kamida 1 yil faoliyat yuritgan aylanma mablag'i mavjud mijozlarga beriladi, yatiq va yuridik mijozlarga. Bundan tashqari mikroqarz, iste'mol kreditlari, avtokredit plus avtokredit 2 degan kreditlarimiz bor.